Ayollarga taalluqli hukmlarning biri bu hijob masalasi. Hijob bu ayollarning chiroyi. Hijob Alloh taolaning hukmi. Hijob Payg'ambar alayhissalomning sunnati. Hijob bu ulamolarimizning ijmodan sabit bo'lgan masala. Hijob bu qiyosdan ham sabit bo'lgan masala. Hijobli inson albatta boshqa tarafini hisobga olmaganda bu hijob insonning darajasini ko'taradi. Avrat masalasi bu alohida narsa, lekin avratdan ham tashqari bu yana bir ko'ngil buradigan narsa hijobda sunnatga muvofiq bo'lishligi. Ba'zi vaqtlarda avrat yopiladi, lekin xuddi yopilmagan kabi bo'ladi. Masalan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatga yaqin keladigan ayollarni sifatlab aytadi: ariyatun kasiyatun. Kiyimi bor, lekin yalang'och kabi. Nima degani? Yoki yuqa kiyingan sababdan, yoki juda tor kiygan sababdan. Demak azizlar, har bir muslima ayollar, opa-singillarimiz, ayollarimiz, qizlarimiz shunday bir kiyinishligi kerak. Qur'onda qanday aytilgan bo'lsa, Qur'onda Alloh taolo aytayapti: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nabiy, ey payg'ambar alayhisalom, qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. Ey Muhammad alayhissalom, ayting o'zingizning ayolingizga, qizlaringizga ayting va barcha mu'minlarni, qolgan barcha mu'minlarning ayollariga ayting, ular jilboblarini o'zlariga yaqinlashtirsin. Ya'ni jilboblarini ustiga yopsin. Albatta buni tafsillarini ulamolarimiz yaxshi biladi. Tafsillardan mana xohlasak shayxlarning tafsillaridan qarasak bo'ladi. Arabcha bilganlar arabiy tafsillardan qarasak bo'ladi. Xulosa shuki azizlar, ayollar hijob kiyishligi bu farz. Ya'ni avratlarini yopib va kiyganda ham kengroq kiyishligi. Bu masalani aytganimizning sababi shuki, ba'zi bir vaqtlarda o'zi shariat hijob kiyishlik shariatimizning hukmi, lekin hijob degan nom bilan u hijobni shariatga muvofiq bo'lmagan tori yoki shariatga muvofiq bo'lmagan zinatlilarni kiyib olishadi. Alloh taolo Qur'onda aytayapti: "Va la yubdina zinatahunna." Ayollar zinatlarini boshqalarga ko'rsatmasin. Avratingiz yopilyapti, keng kiyinyapsiz, lekin shunday bir kiyim, u zinatli kiyim. Uni kiygan vaqtda boshqalarni o'ziga tortib turgan bo'lsa, bu ham shariatga muvofiq bo'lmaydi. Shuning uchun har bir musulmon bu masalaga taqvoli olimlardan, taqvo insonlardan, shu masalani yaxshi bilgan insonlardan so'rab, har birimiz xosatan bu narsaga ma'no berishimiz zarur.